Samsung yozilgani bilan Samsung bo'lib qolmaydi. Hozirgi kunda ko'plab sotuvchi akalarimiz Xitoy televizorlariga Samsung yoki LG logotiplarini yopishtirib olib, original sotishyapti. Bu Samsungga umuman aloqasi yo'q va ushbu videomizda sizlar bilan Samsung original televizorlari va Xitoy televizorlari o'rtasidagi farq va uni qanday qilib ajratish mumkinligini gaplashib o'tamiz va video davomida 2025-yilda chiqqan QLED modellarini sizlarga qisqacha obzori va chegirma narxlari qilib beraman. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlar bilan original Samsung brendi televizorlari va Xitoy televizorlari o'rtasidagi farqni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib eng katta farqlardan biri korobkasida bo'ladi. Korobkasi xuddi shunday однотонный ko'rib turibsiz, oddiy bo'ladi. Asosiysi mana bu yerda hech qanaqangi rangli rasmlari bo'lmaydi demoqchiman. Birkasi bo'ladi, kafolat yillik O'zbekistonga rasmiy kirgan va modellari aniq tana yozilgan, hattoki mana birkalari asl belgilargacha bo'ladi. Va ikkinchi farqi ko'rishingiz mumkin, televizorimiz o'zida birkalari hech qanaqa yopishtirilgan bo'lmaydi, bo'rtib chiqqan bo'lmaydi. Mana bunday o'ziga yozilgan bo'ladi, ya'ni ichida bo'ladi. Hech qanaqangi bu yopishtirilmagan. Uchinchi farqi pultida. Pultini ko'rib turibsiz, nihoyatda ixcham texnologiya, eng oxirgi texnologiya orqali qilingan, hattoki bularga batareyka qo'yilmaydi, ya'ni yorug'likdan zarar olaveradi va pulti ham kamida $100 turadi. Va uchinchi farqi bu o'zini ichidagi operatsion sistema, ya'ni Tizen operatsion sistemasida ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu Tizen operatsion sistemada ishlaydi. Original televizor mana shunday programmalarda o'ta tez va qatimasidan ishlaydi. Ya'ni agar Xitoy televizorlar olsangiz, avvalo Android sistemasida bo'ladi, shuni hisobiga sekinroq ishlaydi. Bular Tizen sistemasi qatimaydi, juda tez ishlaydi. Va eng oxirgi farqi bu original televizorlarimiz har bittasi mana shunday karantin talonlari bo'ladi. Ushbu karantin talon orqali ofitsialniy 2 yil garantiya beriladi. Ushbu televizorlarimiz Samsung brendi ostida Vyetnamda ishlab chiqariladi. Modellari 2025-yil Q7FA, prosessorlari Q4i sun'iy intellektga asoslangan bo'lib, tasvir va ovozni sizga maksimal darajada yetkazib beradi. Real Quantum Dot texnologiyasi orqali sizga ranglarni jozibador qilib, yarqisini kuchaytirib beradi. Ovozlari Q Symphony, OTS texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi va 7 yilgacha obnovleniyaga keladi. Va Nox Security System orqali sizga har xil virus va посторонний приложениyalardan muhofazani ta'minlab beradi. Narxlari keladigan bo'lsa, 65 taligini $880, 10 million 600 ming so'm va 55 taligini bo'lsa $615, 7 million 400 ming so'm va 50 taligini bo'lsa $525, 6 million 350 ming so'm va 43 taligini $440, 5 million 300 ming so'm qilib belgiladik. Va kimga xuddi shunaqangi original va Samsung brendidan shunga o'xshagan QLED televizorlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz sizlarga chiroyli narxlarda yetkazib beramiz va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni boshlashni unutmang. Yaqinlarga jo'natib qo'ying.